Yilning qaysi faslida tayyorlasangiz ham juda ham mazali chiqadigan yaponskiy salatni tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Bodrillarni katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Kattaroq idishga solib, 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Bodrilliga maza kirgunicha bo'lsa, qaynab sovutilgan go'shtimizni parek-parek qilib to'g'rab olamiz. 3 dona chesnok donachalarini bo'lsa, soyaviy sous bilan aralashtiramiz. Qizil paprika, maydalangan kashnich hamda yog' solib, yaxshilab aralashtiramiz. Avvaldan tayyorlab qo'ygan go'shtlarimizni ham solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Bu orada bo'lsa, go'shtga bodringga maza kirgunicha svetofor bolgarskilarni ham chiroyli qilib katta-katta qilib to'g'rab olamiz. 2 dona piyozni ham avvaldan to'g'rab tayyor qilib qo'ygan edim. Yog'i qizdirib turib, 1-2 daqiqa davomida sabzavotlarni qovuramiz. Juda ham ko'p qovurib olish kerak emas, chunki ular issiqlik taftini sezsa bo'ldi. Birrov qovurib idishga solamiz. Ustidan bodring hamda qolgan tayyor masalliqlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Pomidorni xohlasanglar, ichini olib tashlab, yumshoq joyini olib tashlab solsanglar bo'ladi. Men shunday soldim. Salatim sochni, mochni bo'ldi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha. Salatga tuz solishingiz shart emas. Bodringning o'zini tuzi bor, hamda soyaviy sousda ham tuz mavjud. Kunjutlarni bo'lsa, quruq skоворodkada ozgina qovurib keyin solsanglar, juda ham mazali ta'm beradi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, tez va oson.